Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Rentpol bugungi obzorida shlifovka pola и parketa. Bu taxtani shlifovka qiladi. Mana eski holatini ko'rasizlar, mana kraska bo'lyapti. Bu apparat mana o'zini shkula qo'yiladi. Endi 20 talik. И grubiy tosh qo'yasizlar, keyin undan keyin mana bunaqa o'zini nulovkasiga, nulovka qo'yasizlar. Ideal holatga keladi. Biz faqat hozir grubiyda o'tganmiz. 220 tokda ishlaydi. Toza turetskiy apparat. Mana o'zini birkasida ham Made in Turkiya deyilgan. Ma'munasi o'zi balansirovkani ishlaydi, o'ngga chapga. Motori 2 kW, 220 da ishlaydi. Balonlar hammasi geliy. И o'zini mana changini yig'adigan mana qopi bor. Hozir ishlash protsessida ishladi. И qopini mana o'ziga o'rniga yig'di. Bu yerda mana instruksiyasi ko'rsatib qo'yilgan, qanaqa ishlatish. И mana hozir ishlash protsessini ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Pilisoski tiralgan joy mana bu yerdan chang tortadi, и qopga yig'adi. Buni barabarlari ham bor, remediy. Kimga shunaqa turetskiy shlifovka, pola, parketa, taxtani yangilamoqchi bo'lsangiz, Rentpol 27 ga ishlaydi. Dostavka xizmati bor. Любой время telefon qiling, yetkazib ko'rsatib beramiz. Taxta shlifovka, unchasida yo'llik bunaqa. Mata gue, Pak. Ini या अल्लाह उस बंदे की रातों रात किस्मत बदल दे जो इस वीडियो के कमेंट में अल्लाह लिखे और इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर करे। उसकी दुख तकलीफें परेशानियां मुसीबतें सब दूर कर दे, उसकी हर दिली मुराद को पूरा कर दे, यहाँ तक कि उसके अपने प्यारे घर की ज़ियारत नसीब फरमा। जल्दी से जाओ, इस वीडियो के कमेंट में अल्लाह लिखो। फिर क्या, फिर सेब खाने लगते हैं और उसको काट देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे अकाउंट को